Assalomu alaykum hammaga. Men Norboy Ravshan, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti 2-kurs talabasiman. Bu video raqamli tarix fanidan yakuniy nazoratchi uchun maxsus tayyorlandi. Bugun biz Toshkent shahrining eski shahar qismida joylashgan Hazrati Imom majmuasida turibmiz. Bugun biz Hazrati Imom majmuasining qisqacha tarixi haqida ma'lumotlar olamiz. Qani bo'lmasam ketdik. O'zingizni tanishtirsangiz, bizga Hazrati Imom majmuasi haqida bir ikkita ma'lumot berishingiz. Xo'p, meni ismim Sharafjon Husniddin Toshkentboyev. Bu Hazrati Imom majmuasi haqida gapiradigan bo'lsam, bu Hazrati Imom majmuasining o'zi juda ham qadimiy tarixga ega, ya'ni bu Toshkentning eski shahar qismida joylashgan, diqqatga sazovor bo'lgan joylardan bittasi. Ya'ni bu yerga turistlar va ziyoratchilar juda ham ko'p keladi. Sababi bu yerda Abu Bakr Qaffol Shoshiyning o'zlarini ham maqbaralari, ya'ni qabrlari ham joylashgan hudud hisoblanadi. Ya'ni bu hudud, ya'ni Toshkent shahri haqida qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Toshkent 2200 yillik tarixga ega bo'lsa, to shu 10-asrgacha bu yerda qabristonlar bo'lgan. Ya'ni 12-asrgacha qabristonlar bo'lgan. Aynan bu hozirgi aytib o'tganimizdek Hazrati Imom Abu Bakr Muhammad Qaffol Shoshiyning o'zlari 10-asrda yashaganlar. Ya'ni 903-yil tug'ilib, 976-yili vafot etganlar. Ya'ni ular Hazrati Imom, bular Toshkentdagi birinchi imom bo'lganlar. Va o'zlari 73 yil vaqt mobaynida yashagan bo'lsalar, 72 ta tilni bilganlar. Va nimaga Qaffol Shoshiy deyilishining sababi, Qaffol degani, ya'ni Qaffol degani bu qulfchi degani, Shoshiy degani bu Toshkentlik degani. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, o'zim ham familiyam Toshkentboyev. Meni ham familiyam Shoshiy bilan bog'liq. Xo'p, keyin bu majmuada hozirgi kunda 5 ta asosiy binolarimiz va 6-si bu Islom sivilizatsiyasi markazi barpo etilgan. Bu joyda bu birinchi ko'rib turganingizda bu masjid bu 2007-yilda, ya'ni mustaqillikka erishganimizdan keyin 2007-yili Xalqaro islom tashkiloti tomonidan Toshkent islom madaniyat poytaxti deb e'lon qilindi va shu munosabat bilan bu masjidimizda to'g'ri vaqt mobaynida qurib bitkazilgan. 2007-yili aprel oyida boshlanib, avgustda tugar ekan. Sababi sentyabr oyida xalqaro konferensiya bo'lgan, ya'ni islom tashkiloti xalqaro konferensiyasi bo'lgan. Shuning uchun qurib bitkazilgan. Va bu masjidimizda qurilishi juda ham boshqa masjidlarga o'xshagan-ku, lekin bu Toshkentdagi eng qimmat masjidlardan biri hisoblanadi. Sababi nimaga degan savol beradigan bo'lsanglar, sababi ustunlaridan. 20 ta bu ustunlari sandal daraxti deydi. Bu Hindistondan olib keltirilgan. Hindistondan keltirilgan sandal daraxti juda ham hidi, xushbo'y hid taratadi va juda ham xushbo'y hid taratadi va qimmat daraxt hisoblanadi. Shuning uchun ham bu masjidimizga ustunlar shu qo'yilgan. Ya'ni 2007-yilda birinchi prezidentimiz Sodiq Akbarga 20 ta shunaqa daraxt sovg'a qilingan va shunda bizlar hunarmand ustalarimiz shu narsani qo'yishgan. Ya'ni ustunni balandligi 8,5 metrni tashkil etadi. Umuman aytadigan bo'lsak, masjidimizda 2007-yilda qurib bitkazilgan bo'lsa, ichkariga 5 ming ta va tashqi tomoniga yana
mingta odam sig'adi, jami 6000 ta odam sig'adi. Bu masjidimizning qurilishi tarixi haqida gapirdim. Orqa tomoniga agar o'tadigan bo'lsa, bu eski masjid va ikkita madrasamiz ham bor. Madrasamizdan bittasi bu Mo'yi Muborak madrasasi. Bu 15-asrda qurilgan va ikkinchi madrasamiz Baroqxon madrasasi. Baroqxon madrasasi bu 16-asrda qurilgan binolardan bittasi. Ya'ni bu tarixiy binolardan bittasi. Aynan shu Baroqxon madrasasining ichida hozirgi kunda hunarmandlar o'tiradi, ya'ni savdo-sotiq qilishadi. Rahmat aka, sizga qimmatli ma'lumotlar uchun. أشهد أن لا